tunji navbatlik üzülməz rishta Uyg'ur munbiridagi fikrlar. Sharqi Turkistonda Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik va siyosiy bostirishda Uyg'urlarning tili, madaniyati va milliy kimligining bosh hujum nishoniga aylanayotganligi hammaga ma'lum. Darvaqa, dunyoning siyosiy vaziyatidagi jiddiy o'zgarishlar, shuningdek, allaqachon uchurlashish davriga o'tib bo'lgan tashqi dunyodagi yangiliklar buningga yangi xiraslarni ilib kelayotganda, bu xil yangi o'zgarishlarga qandaq yuzlanish muhojiratdagi hamma kishini jiddiy o'ylantirayotgan masalalardan bo'lib qolmoqda. Ana shu xil reallikning navbatdagi ahvoliga qarab chiqish maqsadida Amerika Uyg'ur Akademiyasi qisqa muddatlik jiddiy tayyorlik orqali 25-iyulda bir kunlik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdi. Virjiniya shtatidagi Uyg'ur markazida chaqirilgan Üzülməz rishta temasidagi tunji qitimliq yig'in muhojiratdagi Uyg'ur jamoati, ilmiy xodimlar va yosh o'smirlarni bir yerga jam qilib, muhojiratdagi Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan ko'plagan masalalarni qisman bo'lsa hal qilishga bag'ishlandi. Uyg'ur Akademiyasining raisi, tibbiy fanlar doktori Rishad Abbas yig'inning ochilish marosimida so'zlagan nutqida bu nuqtani alohida eskartib o'tdi. U navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan eng cho'ng masalalarning biri dal Uyg'urlarning mavjudligi. Shuningdek, Uyg'urlarga xos madaniyat va milliy kimlikni keyingi avlodlarga qanday o'tkazib berish masalasi bo'layotganligini ta'kidladi. Uning fikricha, Xitoy hukumatı bu nuqtani allaqachon tunib yetganligi uchun Uyg'urlarning avomga ta'sir ko'rsatish rolini o'ynayotgan ziyolilarni oldi bilan yo'qotish nishoni qilgan. Shu sababdan Sharqi Turkistondagi qirg'inchilikda ana shu ziyolilar oldi bilan qurbonlikning nishoniga aylanib qolgan. Sharqi Turkistonda navbatda Uyg'urlarning milliy mavjudligi uchun biror amaliy harakatda bo'lishning hech qanday imkoniyati qolmagan ahvolda muhojiratdagi Uyg'urlarning bu sohada qo'lidan keladigan eng zo'r tirishchanlikni namoyon qilishi vaziyatning jiddiy taqozosi bo'lib qolmoqda. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, muhojiratdagi erkin dunyoda mavjud bo'layotgan turli erkinlik va foydali bo'lgan moddiy sharoitlar Uyg'urlarning milliy mavjudligi yo'lidagi zarur bo'lgan xizmatlarni tegishli bo'lgan fursatlar bilan ta'min eta oladi. Bundaq ahvolda muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilarining zimmasiga yana Uyg'urlarning ovozi bo'lish, yosh avlodlarni tarbiyalash va milliy kimligimizni qo'g'dashning avangardlari bo'lishdek bir tarixiy majburiyatmi ortiladi. Darvaqa, butun bir millat turkumining mushu xildagi halokat sinoqlariga duch kelishi Uyg'urlarning beshiga kelgan tunji qitimliq hodisa emas. Uyg'urlarga o'xshash qismatlarga duch kelgan boshqa qavmlar bu xildagi tarixiy sinoqlarga duch kelganda o'zlari turayotgan joylardagi moddiy imkonlardan to'liq foydalanib, buningga qarshi ba'zi tirishchanliklarni ro'yobga chiqara olgan. Shu sababdan ularning bu haqdagi ba'zi tajriba savoqlarini muhojiratdagi Uyg'urlar uchun ulgi qilish tamoman mumkin. Doktor Asad Sulaymon bu haqda maxsus to'xtalib, ayni vaqtdagi tatar jamoati duch kelgan tarixiy fojialarni eslab o'tdi. Tatarlar bir butun millat sifatida halokatga ittirilganda, ularning muhojirat hayotini tanlaganlari jamoat bo'lib uyushish, maktablarni ichish, masjid bino qilish, til o'gitish, iqtisodiy jihatda birlashish, shu orqali milliy va diniy kimlikni saqlab qolishga xizmat qildirish yo'lini tutgan. Ularning Yevropa va Yaponiyaga chiqib ketgan ziyolilari o'z xalqining kelgusi uchun qo'lidan kelgan hamma tirishchanlikni vujudga chiqargan. Uyg'urlarning ayni vaqtdagi ziyolilardan Abdul Aziz Chingizxon, Polat Qadri, Mamtili Taypiq, Abduxoliq Uyg'urga o'xshagan ziyolilarmi xuddi mushu tariqada o'zlarining borlig'ini o'z xalqining kelgusiga atay olgan. Shundoq bo'lgan ekan, navbatda Uyg'ur ziyolilarining ovozi o'chirilgan bir sharoitda muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilari bu jihatda avangard rolini o'ynashi texmi zarur. Muhojiratdagi Uyg'ur milliy kimligini saqlab qolishda Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi eng cho'ng masalalarning biri oldingi avlodlar bilan keyingi avlodlar o'rtasidagi aloqa, hamkorlik va bog'lanishga munosabatlik izchillik va milliy rishta bo'lib, buni qanday hal qilishmi navbatda muhim masalalardan sanaladi. Bu jihatda yig'inga ishtirok qilgan Uyg'ur yoshlaridan Kavsar Yosin va Zilola Mehmetning e'tiqodlari yig'in ahlining qizg'in olqishiga erishdi.
Yaqında Harvard Universitetini puturgan Kavsar bu vaqtda to'xtalib, navbatda Uyg'ur yosh o'smirlarining o'z ona tilini unutishga majburlanishdagi reallikni tilga oldi. Navbatda Xitoy miqyosida ijro qilish bosqichiga o'tgan Millatlar Ittifoqligi qonuni bo'lsa, bu holni texmi yuqori pallaga chiqardi. Xuddi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabi oldida o'zini ko'ydirib o'lib olgan Tibet faoliyatchi Lobsang Paldin chuqon solgandek til, madaniyat va milliy kimlik sohasida o'tirg'i chiqayotgan barliq masalalarning tub sababi vatan hisoblanadigan zaminning qo'ldan ketishidir. Vatan bo'lmaganda til ikkinchi avlodga borganda bir qadam ojizlaydi. Uchinchi avlodga borganda asosan tugaydi. Bu hol mayli Tibetlar yoki Uyg'urlar uchun asosan o'xshash. Sharqi Turkistonning mustaqilligi qo'lga kelmasa, bu xil yuzlanishda cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Mushu xil yuzlanishga duch kelayotgan muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarini ko'zda tutib, mashrab, No'ro'z qatorliq faoliyatlarni tashkillash, oliy maktablarda namoyishlarni uyushtirish, Uyg'ur yoshlar tashabbusi nomida tashkilotlarni vujudga chiqarish qatorliqlarni sinab qilib ko'rgan. Buningda Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarni tashqi dunyo kishilariga anglatish bilan birga Uyg'ur yoshlarini milliy va diniy kimlik sohasi bo'yicha tarbiyalashga fursat yaratiladi. Ular yana Turkiston kutubxonasiga o'xshash ilgari nashr qilingan Uyg'urcha kitoblarni to'r kutubxonasi shaklida qaytadan to'rlarga chiqarib, yoshlarning o'zini tonishi va bilishiga ilmiy muhit yaratgan. Yoshlarning bu xildagi tirishchanliklari qatorida Zilola Mamatning faoliyatlari alayda tilga ilishga arziydi. U Cornell universitetida o'qish jarayonida boshqalar bilan birlikda vujudga chiqargan Ravon va boshqa nomlardagi Uyg'ur yoshlar tashabbuslari oldingi avlod Uyg'urlar bilan yosh o'smirlar o'tirisidagi hangni yo'qotishda muhim rol o'ynagan. Uning qarashicha sukut hech qachon javob bo'la olmaydi. Aksicha sukut davom qilaversa, zulmmi shuningga mos holda eshib mangadi. Oldingi va keyingi avlodlarni bir-biriga bog'lashdagi yana bir muhim omil muhojirat dunyosidagi ota-onalar hisoblanadi. Chet ellarga chiqib muhojirlik hayotiga qadam olgan ko'plagan Uyg'urlarning farzandlari yaqinqi 10 necha yilda chet ellarda tug'ilgan bo'lib, yot zaminda dunyoga kelgan bu bo'g'inlarni qanday qilib muhojirat hayotida assimilyatsiya bo'lib ketishdan saqlab qilish hamda ularga Uyg'ur kimligini singdirish nurg'unlagan ota-onalar uchun nihoyat zo'r kuch talab qiladigan xizmat bo'lib qolmoqda. Bu jihatda ma'arifshunoslardan doktor Nurnisa Qurbon va Mehribon ona til maktabining qurg'uvchisi Surayya Ablimit alayda to'xtalib o'tdi. Ularning qarashicha, ota-onalar muhojiratda dunyoga ko'z ochgan bu yangi avlodga o'zlarining odatlangan ingidagi tarbiyalash usuli bo'yicha emas, aksicha alga kirsang elingcha, suvga kirsang bilingcha degan shaklda o'zlari turayotgan davlatlardagi odat shakli bo'yicha ularga bexatarlik va ishonch tuyg'usi ato qilish. Shu orqali oiladan boshlab Uyg'ur kimligini singdirish yo'lini tutganda buning unumi zo'r bo'ladi. Navbatda buning dastlabki utuqlari ko'rinayotgan bo'lib, bir qism yoshlar buningda olg'a o'zib chiqib, bu yo'lda bayroqdarlik rolini ustiga olishga boshladi. Darvaqa muhojiratdagi Uyg'ur yoshlari uchun yana bir ijobiy fursat ularning navbatdagi fan texnika bilimlar orqali o'zini kuchlantirishi hamda shu orqali millatga xizmat qilishi bo'lib hisoblanadi. Bu jihatdagi misollar qatorida bu qitimqi yig'inda bu haqda qisqacha leksiya bergan Barat Achinok, Akbar Sherif, Gulnar Aziz va Turg'unjon Qashqirini alayda tilga olish mumkin. Uyg'ur ziyolilari vatandagi shu cheklik doirada necha 10 yillardan buyon Uyg'urlarning qanchalik aqlli bir millat ekanligini tabiiy fan, jumladan fizika, ximiya, matematika va kompyuter sohasidagi ko'plagan talant egalari orqali isbotlab bergan. Navbatda chet ellardagi bakmu kichik jamoat hisoblanadigan Uyg'urlardan har qaysi yuqori darajali fan tadqiqot o'rinlarida ishlayotgan necha o'nlagan ixtisos egasining yetishib chiqqanligini buning yana bir dalili deyish mumkin. Bu haqda so'z bo'lganda doktor Barat Achinok chet ellardagi tabiiy fan tadqiqot sohasida muhojiratdagi Uyg'ur yoshlari, hatto hech qanday ko'chmanlik hujjatlari tayyor bo'lmagan Uyg'ur yoshlari uchunmi ko'plagan fursatlarning borligini, ularning bu orqali o'z istiqboliga emas, yana yangi bozor ichishdek zo'r ishlarga tunji qadamni basa oladiganligini jonli misollar bilan ko'rsatib berdi. Uyg'urlarda asrlar bo'yi davom qilib kelgan
o'lmas hikmatlarning biri quruq tag'ar o'ri turmaydi degan atalar so'zi hisoblanadi. Darvaqa muhojirat hayotida Uyg'urlarning o'z milliy kimligini saqlab qilish uchun qilishga tegishlik nurg'un xizmatlar dal mushu iqtisodiy omil tufaylidan izida to'xtab qolayotganligi ma'lum. Muhojiratdagi Uyg'urlar sonining boshqa millat jamoatlariga solishtirganda bakla oz bo'lishi, yana kelib ko'p qismining normal hayotlik ehtiyojlari uchun uzluksiz tirishishga majburlanishi tufaylidan iqtisod sohasida g'oyat zo'r utuq qozonganlar yo'q deyarlik bo'lmoqda. Ammo navbatdagi dunyo fan texnikasida barliq kelayotgan yuzlanishlar muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarini yangi fursatlar bilan ta'min etalaydi. Bo'libmi sun'iy aql, bulut texnikasi, avtomatlashish, mashina odam qatorliq sohalarda o'qish orqali bu yoshlar kasbiy bilimlarni o'rganish, shu asosda o'zlarining shirkat korxonalarini vujudga chiqarishga yo'l ochadi. Mundaqcha aytganda, bilim g'oyat zo'r iqtisodiy qimmat yaratadi. Muhojiratdagi Uyg'ur jamoatining ko'pinchisi normal hayotlik uchun kurash qilayotganlar. Bundaq ahvolda ularning iqtisod sohasida utuq qozonishi Uyg'ur jamoatining mavjudlik ko'rishiga zo'r ta'sirlarni ko'rsatadi. Darvaqa, bu sohada dastlabki qadamni ilib, egilik tiklashga bel bog'laganlar uchun fursatlar yo'qmi emas. Yillardan buyon Uyg'urlarning egilik tiklash ishlariga xolis maslahatlarni berish maqsadida turli yo'llar orqali nazariy yetakchilik rolini o'ynab kelayotgan doktor Qaysar Mijit muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarining egilik tiklash masalasi haqida alayda to'xtaldi. Buningda yoshlarning hayot va kasb jihatda to'g'ri nishon va plan tuzishi, o'zini zo'raytishi va oxirida jamoatni qo'llash darajasi ko'tarilishi eng muhim rol o'ynaydi. Bo'libmi, zo'rayish bosqichiga borganda ularning texmi o'rlishiga zarur bo'ladigan dasmoyi masalasida Shokir Shamsi g'arb dunyosidagi tavakkul sarmoyasi sistemasi haqida ma'lumot berib, Uyg'ur yoshlarining bu sohadan unumli foydalanishga tirishib beqish lozimligini eskartdi. Bo'libmi, yuqori fan texnika bilimlari orqali shirkat qurmoqchi bo'lgan Uyg'ur yoshlari buningdan foydalanib, to'g'ri bayqash va oqilona hukm qilish orqali kelgusidagi bozor va istiqbolga kerakli g'oyat zo'r mablag' masalasini hal qila oladi. Mundaqcha aytganda, yo'l olg'a intiluvchilar uchun har qachon ochiq.